Inson salomatligi bu uning hayotidagi eng katta boyligidir. Uni asrash esa to'g'ri tanlovdan boshlanadi. Sog'lom hayot ko'rsatuvining navbatdagi soni Toshkent shahridan 20 km uzoqlikda shimolida joylashgan Toshkent mineral suvlari sanatoriyasi haqida bo'ladi. Sanatoriya 1952-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning foydali suvi 1371 metr chuqurlikdan 37 gradus issiqlikda chiqadi. Suvning tarkibida inson organizmi uchun muhim bo'lgan foydali kalsiy, magniy, natriy sulfatlar va gidrokarbonatlar mavjud bo'lib, ular ko'plab kasalliklarga davo deb topilgan. Shular jumlasidan me'da-ichak tizim kasalliklari, jigar va o't-pufak yo'llar kasalliklari, buyrak va siydik yo'llar kasalliklari, qandli diabet, metabolik buzilishi va ortiqcha vazndan qutulish va asab tizim kasalliklari davolanib kelmoqda. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz bugun Toshkent mineral suvlari sanatoriyasida gapiryapmiz. Meni ismim Farhod Bahramovich Toshbekov. Men shu sanatoriyada bosh vrach bo'lib ishlayman. Sanatoriyamiz asosan hududimizda uchraydigan kasalliklarni davolashga qaratilgan muolajalardan iborat. Sanatoriyamizda 140 kishi bir vaqt o'zida davolanishi mumkin. Sanatoriyani davolash usullari asosan fizioterapevtik usullar bilan davolash. Albatta fizioterapevtik usullar bilan davolash deganda bunga hozirgi zamonaviy hamma fizik usullar, bu issiqlik, elektr nuri, lazer nuri, magnit nuri va shunga o'xshagan ko'p fizik holatlarda davolash usullari tatbiq qilingan. Sanatoriyamizdan asosiy davolash usullari bu sanatoriyada joylashgan suv qudug'imiz 1300 metrdan ma'danli suv chiqadi, mineral suv deydi. Bu suvni tarkibida juda ko'p organizm uchun juda kerakli mikroelementlar mujassam bo'lib, ular davolash paytida o'zini xususiyatlarini shu kerakli doktorlarimiz tavsiya qilgan muolajalar, kasallikka qarab yo suvni ovqatdan oldin yo ovqatdan keyin kasallikka qarab har kuni suv bilan suvni ichish tufayli davolash usuli ham bu umumiy davolash prinsiplariga qo'shilgan holatda olib boriladi. Undan tashqari mineral suv bilan davolash, mineral vannalarni qabul qilish, mineral protsedur dubash degan usul bor. Ertalab nonushta qilmasdan oldin mineral suvni ichib jigar o't yo'llarini tozalaydigan usul bor. Bu ham juda katta qo'llaniladi. Qishning sovuq kunlari nafaqat dam olish, balki sog'liqni tiklash va kuch yig'ish uchun eng qulay fasl. Toshkent mineral suvlar sanatoriyasi esa aynan shunday shifo maskanidir. Organizm sovuq kunlarda himoyaga muhtoj bo'ladi. Toshkent mineral suvlari sanatoriyasining tabiiy mineral suvlari immunitetni ko'tarib, mustahkamlaydi. Ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi. Modda almashuvini faollashtiradi. Qishki charchoq va holsizlikni kamaytiradi. Bulardan tashqari fizioterapiya, mineralli vannalar, parafin, nafas yo'llarini tozalovchi inhalatsiya muolajalari sanatoriyadagi malakali shifokorlar har bir tashrif buyurgan davolanuvchilar bilan alohida davolash dasturlarini olib borishadi. Bizning Toshkent mineral suvlari sanatoriyasi asosan oshqozon, ichak trakti kasalliklaridan tashqari yana yurak qon tomiri sistemasi kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni, tayanch harakat apparati sistemasi bilan og'rigan bemorlarni oxirgi paytlarda shu surunkali bronxit kasalliklari bilan
kasallangan bemorlarni davolashga yo'naltirilgan. Bu kasalliklarni davolashda asosan biza shu sihatgohimizdagi fizioterapevtik muolajalar, ya'ni oxirgi zamonaviy innovatsion texnikalar yordamida davo muolajalarini qo'llaymiz va bu kasalliklar bilan bemorlarga qanday bu kasalliklarni davolash samaralarini, davolangandan keyin uning natijalari bilan ijobiy ta'sirlarini tushuntirib o'tamiz va ijobiy natijalariga hozirgi kunda erishib kelmoqdamiz. Sanatoriyamizga asosan qo'shni respublikalardan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston respublikalaridan tashrif buyurishadi. Bundan tashqari Yevropa mamlakatlaridan, bular Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelishadi. Izraeldan kelishadi, bemorlarimiz tashrif buyurishadi. Bu yerdan Avstriyadan keladi, Kanadadan, Turkiyada bizani bemorlarimiz, ya'ni dam oluvchilarimiz bizning sihatgohda davo muolajalarini olib ketishadi. Shifokor sifatida yana shuni qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, bizning sihatgohimizga keladigan bemorlar 10 kundan 14 kungacha davo muolajalarini olishsa, shundagina kerakli, samarali va ijobiy natijalarga erishadi. Afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir bemorlarimiz 5 kun, 7 kun davo muolajalarini olishadi va ular menda hech qanday ijobiy natija sezilmadi, fizioterapevtik muolajalarni to'liq olmadim degan savollar bilan murojaat qilishadi. Shunda biz shifokorlar bemorlarga tushuntiramiz. 5 kun, 7 kun davomida, davo muolajalari davomida kerakli ijobiy natijaga erishib bo'lmaydi. Shuni yana qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchimanki, bemorlar sihatgohga kelishgandan keyin 10 kundan 14 kungacha davo muolajalarini olishga kelishsa, ana o'shanda bizni kutgan natijaga, ya'ni bemorlarimizni kutgan ijobiy natijaga erishishligi mumkin. Qor bilan qoplangan sokin hudud, toza havo, osoyishta muhit, shovqinsiz kunlar, qishning o'ziga xos sukunati sanatoriyaga kelgan har bir mehmonning ruhiyatiga iliqlik baxsh etadi. Меня зовут Заурия, мне 55 лет. Я приехала с Караганды из Казахстана. В этот санаторий я приехала второй раз. Я была 1,5 года назад. В этом году была моя мама, моя сестра со Астаны. Почему я именно выбираю этот санаторий? Потому что мне здесь очень все нравится. Я даже через границу, железной дорогой, но я прибываю сюда, меня встречает всегда дружелюбный коллектив, теплое отношение всего персонала, и мед, и хозяйственные, и административные. Они всегда открытые, они всегда готовы тебе помочь во всех вопросах. Естественно, мы сюда приезжаем за здоровьем. Я приехала, чтобы восстановиться, чтобы после работы отвлечься и набраться сил, как все. То, что говорят, принято мнение, что взрослые люди, сюда 70 лет к 70 годам, я так не считаю, потому что уже за 50 можно посвятить своему здоровью максимально времени, потому что надо, чтобы человек, то, что вот прямо это в санатории я получаю, это спокойствие, отношения персонала, лечение, все на очень высоком уровне. Плюс здесь еще общение с другими посетителями, тот, кто здесь отдыхает, лечится, они приезжают со всех стран. Я и россиян здесь встретила, и со всех уголков Казахстана. Я здесь и с Узбекистана со мной рядом тоже женщина жила. Очень приятно, все дружелюбные, и вот за этим общением, за этим лечением приезжаешь сюда вновь и вновь. Sanatoriyamizda dam oluvchilar uchun 4 mahal ovqat beriladi. Har bir taom shifokor diyetolog tomonidan mehmonlarning sog'lig'i, yoshi va davolanish dasturiga moslab tuziladi. Sanatoriy oshxonasi yorug',
shinam va zamonaviy uslubda jihozlangan. Oshpazlarimiz tomonidan kundalik tarzda ovqatlarimiz yangi mahsulotlardan tayyorlanadi. Svet stulining kengligi va taomlarning xilma-xilligi dam oluvchilarga sog'lom hayotni yanada rohat bilan his qilishni imkoniyatini beradi. Sanatoriyamizda juda ko'p xilma-xil fizik usullar bilan davolaydigan, dunyo standartlariga, jahon standartlariga javob beradigan davolash, fizioterapevtik davolash prinsiplari va davolash apparatlari mavjud. Bular boya aytganimdek elektr to'lqinlari bilan davolash, ultra tovush to'lqinlari bilan davolash, magnit to'lqinlari bilan davolash, lazer nuri bilan davolash, issiqlik parafin nuri bilan davolash. Bundan tashqari juda katta gidra usul, to есть suv bilan davolash. Bu vannalarimiz, жемчужная ванна, арома ванна, gidromassajная vanna, keyin dush sharko, dush vishu, sirkulyar dush va shunga o'xshagan ko'p suv bilan davolaydigan usullar ham bor va bu yerda shu usullar ko'pchilik kasallarni davolashga yordam beradi. Qaysi kasalliklar? Eng asosiysi bizda urg'u beriladigan davolash bu oshqozon ichak, jigar, o't yo'llarini davolashga qaratilgan muolajalar. Bu boya aytganimdek mineral suv va elektr fizik usullar bilan davolaganda effektligi juda ham baland va biz buni natijalarini ko'ramiz. Odamlar ham bundan juda ham yaxshi naf olishadi. Qolgan usullar ham kompleks davolashga qaratilgan. Bundan tashqari yurak qon tomirlari, yurak ishemik xastaligi, ateroskleroz, nevrologik kasalliklar hamma turkumdagi. Bundan tashqari bo'g'im kasalliklari, suyak bo'g'im kasalliklari, artroz, gonartroz, artrit, xondroz, osteoxondroz va shunga o'xshagan kasalliklarni ham kompleks davolash usullari qo'yilgan. Bunga hamma sharoitlar bor. Bu sohada ishlaydigan mutaxassislar mavjud. Juda yuqori saviyali, juda katta xizmatlar va juda ham katta o'qitga ega bo'lgan vrachlarimiz mavjud. Ular hammasi oliy toifali, ko'pchiligida oliy toifa muolaja unvoni bor doktorlarimiz ko'p yillar davomida shu yerda ishlayotgan juda obro'li doktorlarimiz davolash ishlarini olib boradi. Asosiy prinsip davolash bu yerda fizioterapik, balneologik va farmakologik usullar bilan birgalikda biza juda katta e'tibor beramiz. Bu yerda dietik davolash asosan bizda dietologiya mutaxassisi doktor ishlaydi. Har bitta bemorni ko'rigidan o'tadi. Bundan tashqari har bitta davolovchi doktorimiz dietologiyadan juda ham kuchli bilimlari bor doktorlar. Albatta suhbat davomida qanaqa muammolar bo'lsa, oshqozon ichak kasalligi yo'llarida shu muammolarni nazarga olib turib, bemorga individual xususiy dieta taklif qilinadi. Bu dietalar o'sha kasallikka qarab
stoldagi bo'linadi. Agar bemor buni xohlasa, shu diyeta bilan ham davolash prinsiplarini dietik oziq-ovqat bilan davolash prinsiplariga biz juda ham katta e'tibor beramiz. Bizning sanatoriyada ovqatlanish tartibi bir kunda 4 marta ovqatlantiramiz. Bunga ertalabki nonushta, peshinda, keyin soat 3 dan 4 gacha yengil ovqatlanish bo'ladi va kechqurun ujin sifatida ovqatlanish bo'ladi. Asosiy prinsip bu bemor sanatoriyada doktor tashxisidan o'tgandan keyin, diyetolog tashxisidan o'tgandan keyin shu bir kunda olinadigan kerakli ozuqalarni o'z vaqtida kerakli dozada olish kerak. Bir kishiga 1,5 mingdan 3,5 minggacha kilokaloriya davolash, ovqatlanish tartibi belgilangan. Bu eng yaxshi muayyan. Undan ortiq ham ketish kerak emas, kamayib ham ketish kerak emas. Shuning uchun biz shu prinsiplarga asoslanib o'z ishimizni tashkil qilganmiz. Ovqatlanish prinsiplarini eng asosiylaridan biri bu yerda davolanayotganda u kerakli kaloriyani olish kerak. Kerakli oqsil, yog' va uglevodlarni proporsiyasi 1 единица oqsil, 1 единица yog' va 4 единица uglevod olish kerak. Shu prinsipga asoslanib hamma diyetologimiz hamma ovqatlanish tartibini joriy qilgan. Kasallar juda ham mamnun, hammasi xursand, chiroyli tortiladi. Restoran tipida xodimlarimiz juda yuqori saviyali shef povurimiz va xizmat qiladigan xodimlar yuqori saviyada o'zini servisini ko'rsatadi. Ovqatlanishdan hali biror marta hech kimdan davolanuvchilardan shikoyat olmaganmiz. Sanatoriyamizda tabiiy sog'lomlashtirish va tinchlik maskani bo'lgan kitobarimiz sizga sokin muhitda dam olib, organizmning tabiiy mahsulotlar bilan mustahkamlash imkonini taqdim etadi. Bu yerda har bir mehmon uchun alohida tayyorlangan fitosezuvlar, vitaminli choylar, o'simliklar damlamalari va energiya beruvchi kokteyller, shifobaxsh choylar mavjud. Ichimliklar nafaqat mazali, balki organizmni tozalash, immunitetni ko'tarish va asab tizimini tinchlantirishga xizmat qiladi. Я приехала из Казахстана, город Караганда. В санаторию я приехала первый раз. Но, правда, не по рекомендации, а просто по Инстаграму, так скажем. Мне сразу понравилось, что нас встретили в аэропорту, хотя было время уже позднее. Нас сюда привезли, заселили, потом, что там проходят все процедуры, назначения. Когда назначения проходят, все, в принципе, то, что ты озвучил специалисту, он все тебе назначает. Персонал очень внимательный. Все прислушиваются к тому, что ты хочешь. Все, что процедуры, которые я принимала, мне прям попали прям в то, что я просила. По времени тоже все это меня устраивает. Гуляли мы по территории. Территория тоже понравилась. Осень такая приятная, самая, наверное, красивая пора в это время. Нравится, что чисто, уютно. Все, в общем-то, все специалисты относятся хорошо, организация очень хорошо, номера очень хорошие. Прям хорошо так номера сделаны. Вот я была
В Турции номера почти такие же, как и в Турции, так скажем. Что еще? Бассейн мне понравился. Я вот недавно приехала, один раз сходила. Очень теплый, вода мягкая. Ну, приятно, теплая, мягкая. Столовая, ресторан тоже на уровне. Что еще сказать? Вы, может, вопрос какой-то зададите, я скажу. Еще это как на атмосфере, это территория. Территория самого этого. Ну, территория, я говорю, территория мне очень понравилась. Мы еще мало гуляли, конечно, но территория, ну, я бы сказала, зелень, ухоженность. Ну, в Караганде там уже сейчас снег, поэтому здесь вообще как осень продлевается. И вот эти листья желтенькие, это вообще все хорошо воспринимается зрительно. И ты как бы расслабляешься, потому что здесь еще нету таких холодной погоды. Ходишь просто, отдыхаешь еще чисто так визуально. А остальное здесь нету суматохи. Тихо, спокойно, аккуратно. Люди очень внимательные. На баре девочки всегда всем все, что нужно, вот попросишь здесь, что входит, коктейль кислородный, чай всякие, вот это тоже все. Toshkent mineral suvlar sanatoriyasining zamonaviy dam olish xonalari mehmonlarga to'liq qulaylik va tinchlik taqdim etadi. Har bir xona yorug', shinam va toza bo'lib, sog'lomlashtirish jarayonini yanada yoqimli o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ortopedik yotoqlar, shaxsiy hammom, televizor va konditsioner, yuqori tezlikdagi Wi-Fi, dam oluvchilar uchun yumshoq mebellar. Oilaviy yoki do'stlar bilan dam olish uchun sanatoriya hududida joylashgan kottej uylar mehmonlar uchun ideal variant. Ularda siz o'zingizni xuddi tabiat qo'ynidagi uyda yashayotgandek his qilasiz. Xonalari keng, shinam va to'liq jihozlangan. Toshkent mineral suvlari sanatoriyasining davolovchi omillaridan biri bo'lgan bu oshqozon, ichak va o't yo'llaridagi o'zgarishlar va kasalliklarni davolashi bo'ladi. Shu bilan birgalikda bizning sanatoriyamizda asab tizimiga tegishli kasalliklarni ham davolash yo'lga qo'yilgan. Bularning ichida asosiy bu asab tizimining toliqishlari, ya'ni charchoqlik, tez xafagarchilik yoki jizzakilik, uyqusizlik va holsizlik alomatlari bo'lgan belgilar bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni bu haligi asab sistemasi tizimidagi toliqishlarning biri. Ikkinchisi bu asab tizimidagi shamollashlar, ya'ni nevrit, nevralgiya yoki radikulit degan kasalliklar bilan ham davolanadigan uslublarimiz mavjud. Bu uslublarning asosi bizdagi suv muolajalariga qaratilgan. Ya'ni suv muolajalarining ko'pchiligi tomir qon aylanish sistemasini tiklash, asab sistemasini holatini tiklash va buzilgan jarayonlarni tiklashga qaratilgan. Yana bir jihati borki, bizning sanatoriyamizning biz berilgan muolajalar
ko'pincha radikulitlarga bo'lsa, bu suvlardan tashqari bizdagi qo'llatiladigan yuqori tebranishli toklar, lazer nurlari va elektr tovush to'lqinlari bilan birga bog'langan. Bu ma'noda ko'pincha nevralgiya, nevrit, radikulit va osteoxondroz degan kasalliklar bilan bog'langan. Yana shuni aytish kerakki, bizning sharoitimiz Toshkent mineral suvlar sanatoriyasining sharoitlari bu uzluksiz yil davomida issiq, sovuq yoki jazira havolarga bog'lamasdan uzluksiz olishga tayyor. Shuning uchun ko'pchilik masalan sanatoriyaga yozda boramiz yoki kuzda boramiz degan rejalarni tuzilgan odamlar ham, ya'ni o'zimizni dam oluvchilar ham bemalol qishin yozin bizni sanatoriyamizga kelib davolanishi va sog'lig'ini tiklashiga hamma sharoitlarimiz mavjud. Umuman mana qish, kuz, qish fasli kirib boryapti. Sanatoriyamizda hamma sharoitlar shunday tashkil qilinganki, o'ta konditsioner havo muayyan, issiqlik muayyan holatda turadi. Xonaning ichida doim muayyan temperatura bo'ladi. Bunga hamma sharoitlarimiz bor. Hech qanaqa muolajalarimiz issiq va sovuqlarga qarab qolmagan. Doim ishlaymiz. Biz yil davomida muayyan ishlashga harakat qilamiz. Dam oluvchilar ko'p, har butun boshqa davlatlardan hamma keladi. Hamma xursand. Eng yaxshi tarafi hozir biz shuni kuzatyapmiz. Bu yoqqa bir kelib ketgandan keyin mana hozir ayol chiqib ketdi. 4-marta kelyapman deydi. Hamma davolanib yana qaytib keladi. Bu biz uchun juda ham yaxshi ko'rsatkich. Agar odamlar qaytib yana shu yoqqa kelsa, shu yerda kerakli, o'ziga kerakli davoni topib, shundan xursand bo'lgani uchun kelishadi. Bu yerda sizni tabiat bilan uyg'unlik, shifobaxsh mineral suvlar, malakali shifokorlar, zamonaviy muolajalar va sokin dam olish muhitlari kutib oladi. Har bir kun sog'liq sari yangi qadam, har bir muolaja organizmga kuch bag'ishlovchi manba. Sog'lom hayot sari intilish bu tanlov va bu tanlovni bugun qilish har birimizning qo'limizda. Toshkent mineral suvlari sanatoriyasi sog'lig'ingiz manzili, kuch va quvvat maskani. O'zingizga vaqt ajrating, sog'lig'ingizga sarmoya qiling. Chunki sog'lom hayot baxtli hayot. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr.